Bir millatda ikki xalq, Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya haqida so'z yuritamiz. Koreya yarimorolida joylashgan ikki xalqning aholisi bir-biridan tubdan farq qiladi. Shimoliy Koreyaning aholisi 26 million kishi, Janubiy Koreyaning aholisi esa 51 million kishidan ziyodni tashkil etmoqda. Shimoliy Koreya rasmiy nomi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, poytaxti Pxenyan shahri. Konstitutsiyaga binoan Koreya Xalq Demokratik Respublikasi suveren sotsialistik davlat hisoblanadi. Amalda esa mamlakatda kommunistik rejim o'rnatilgan. Janubiy Koreya rasmiy nomi Koreya Respublikasi, poytaxti Seul shahri. Pul birligi won. Davlat tuzilishi respublika. Shimoliy Koreya tarkibida 9 ta viloyat hamda 2 ta markazga bo'ysunuvchi shahar bor. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi 1948-yilning 9-sentyabrida mustaqilligini e'lon qilgan. Janubiy Koreya tarkibida esa 9 ta provinsiya hamda Seul va Pusan shaharlari alohida ma'muriy maqomga ega. Koreya Respublikasi 1948-yilning 15-avgustida mustaqilligini e'lon qilgan.